Ko'p xotinlik hozirgi kunda kerak. Bevali tiqqilib yotibdi. Ko'p xotinlik kerak. Bitta erkak, bitta xotinga bo'lsa bo'ldi. Jamiyat dabdala chiqib ketadi. Fahshga to'lib ketadi. Men qancha tanish odamlarni bilaman, 10 talab o'ynashi bor. Galma-galdan boradi. 10 talab o'ynashi bor, galma-galdan boradi. Qo'shilgan. Bu yechim emas. Jamiyatda ifloslanishi. Uylan, men aytaman. Sevasanmi? Chiroyli, hamma narsasi joyida. Uylan, bo'ldi, nima qilasan? Baribir o'sha qo'shilgani borganda ham o'zi bilan podarkalar ko'tarib boradi. Tam Coca-Cola, tort, undan ko'ra o'sha ro'zg'orga kartochkaga almashtirib go'shtga bo'ldi, olam guliston. Uyi ham bor ekan, tem bo'lay deyman. Mana shu so'kinayotgan ayollar bor-ku, meni ko'p xotinligi to'g'risida gapirganimda so'kadigan ayollar. O'shalarning aksarini eri yuradi. Ular faqat bilmaydi. Erkaklar ham o'zini yo'l yo'rin tutadi. Bildirmaydi. Ko'pchilik uylangan erkaklar qanaqa bildirib qo'yadi. Misol uchun bir xil atir qo'yib qo'yadi ikkala uyga, bir xil kiyimlar, hamma narsa qiladi, tusiga almashgandan bildirib qo'yadi. Oq tursuni yechib, xayoli bilan qora tursu kiyib yuboradi. Bo'ldi, hayot nokdi. Uyga kirib keladi. Onasi kecha men smen dedim, ishlar ancha ko'p bo'ldi, charchadim deb yotadi. Xotinimni adyolni yopib qo'yayotganda qarasa, yerda qora tursu, vaholanki ishga ketayotganda oq tursu bilan ketgan. Ya ayol kishi bilib qolish kerak. Janjallar ham bo'ladi. Sababi hozir biza ayollar hukmron jamiyatda yashayapmiz-da. Men ikkinchi xotin olganimda butun qarindoshlarim to'planib kelgan. Xolalarim u yoq bu yoqda pushkaga olishgan. Miraziz, sen dunyodagi eng og'ir jinoyatni qilding. Odam o'ldirish ham bunchalik og'ir emas. Sen uylanibsan. Qarang, men o'ynashlar bilan yursam shunchalik gap bo'lmaydi. Men aytganman. Butun yer yuzidagi odamlarni to'plab kelib menga qarshi chiqmaysizlarmi deganman. Meni hayotim, meni ro'zg'or. Men sizlardan pul so'rayapmanmi oilamni boqishga? Yo'q. Bo'ldi. O'zim boqyapmanmi, o'zim qilyapmanmi? Bo'ldi, hammasini o'zim qilaman. Menga ustozim aytganlar-da, Abdulaziz deganlar. Butun yer yuzidagi imomlarni to'plab kelib, seni oq qilib, duoibat qilsa ham o'tmaydi. Chunki Alloh halol qilgan ishi ustida biron bir duoibat o'tmaydi deganlar.